Germaniyaga kelgandan keyin voz kechishga majbur bo'lgan odatlarim haqida aytib beraman. Birinchisi bu poshnali oyoq kiyimlar. Aslida men doim poshnali oyoq kiyimda yuradigan va hech qachon krossovka kiymaydigan qiz bo'lganman O'zbekistonda. Germaniyaga kelib nabarot bo'ldim. Nabarot anaqa poshnali oyoq kiyim desa kiyish o'ylatirsin hayolimga keltirishga qo'rqaman. Nabarot hozir polniy krossovka kiyib yuraman. Ikkinchi xatoyim bu Germaniyada bir marta taksi zakaz qilganman va uni qimmatligini bilmaganman. Yetib borgandagi qimmatligini sezgandan keyin hayotda boshqa taksi zakaz qilmaganman va ana shu kundan boshlab men faqat metro, avtobusda yuradigan bo'lganman. Bu degani, ya'ni O'zbekistonda почти faqat taksi, Yandexda yurardim, zakaz qilardim. Avtobus, metroda uncha-muncha yurmasdim. Ikkinchisi esa bu shikarniy kiyinish. Bilasizlar, O'zbekda kiyim juda ham ko'p e'tibor berishadi, lekin Germaniyada u kiyim degan narsa hech qiziq yo'q. Bu degani men bu kelgandan keyin shikarniy kiyinish o'yda tursin, men вообще kiyimga e'tibor bermaydigan. Shkafimda nima turgan bo'lsa, o'shani kiyadigan odatim hozir bor. Bu degani Germaniyada unaqa shikarniy kiyinaman deb unaqa o'zidan obora qilib o'tirish shart emas, chunki hech kim sizga kiyimligiga qarab atashana qilmaydi yoki muomala madaniyat qilmaydi. Endi sizlardan eshitamiz, Germaniya sizlarni qaysi odatinglarni o'zgartirishga majbur qildi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.